Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimizning mehmonlari. Har doim bugungi o'z mavzumiz ozish mavzusi. Nima uchun bu mavzuni tanladim? Birga ozamiz challenge'ini birga men bilan birga ozmoqchi bo'lganlar baholi qudrat harakat qilib ozmasanglar bo'ladi. Buning uchun qimmat tabletkalar sotib olishinglar shart emas. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu yerda operatorimizni iltimos qilamiz yaqinlashtirishlariga. Silonskiy koritsa degan o'simlik bor. Mana bu yerda originalni imbir bo'ladi. Nega originalni deyapman? Chunki bularda pod originali ham bor. Qora sedana bo'ladi. Zirki bargi bo'ladi. Buni pod originali bo'lmaydi. Demak, mana bu yerda rastorovshani originali bilan avlipixa o'simligini yovvoyisini aralashmasini biz hozirroq mana shu ko'rib olinglar, o'zingizlar ham sotib olib bozordan, demak, ozib olsanglar bo'ladi. Bu sharoitida deyishadi. Bu sharoitida. Mana shu hammasidan hop etib bitta idishga solamiz. Suvimiz hozir qaynagan. Mana 1,5 litr qaynoq suv quyayapman. Ustidan shu giyohlarni ustidan quyish kerak buni. Qaynoq suv mana. 1,5 litr rovna. Damlab qo'ydik. Tezda qopqog'ini yopamiz. Bu dam yeyish kerak ekan. Bu dam yegandan keyin buni yaxshilab dokadan o'tkazamizda, yaxshilab kun davomida mayda-mayda qilib, ovqatdan oldin yoki ovqatdan 2 soat keyin damlamani ichib yuramiz. Xuddi shu zaylda meni maqsadim 5 kilogrammgacha ozish. Hozir men juda semirib ketibman. Hozir tarozda vazn o'lchash marosimini qilamiz. Qani keling. Demak, vazn o'lchash marosimida mana shu tarozdan har doim foydalanamiz. Demak, operatimizga mana bu yaqinroq kelishini iltimos qilamiz. Hozir 93.35 ekan, mayli. 93 deb hisoblaylik. Keyin xuddi shu kiyimda chiqib yana albatta video qilib beraman. Har 3 kunda, har 4 kunda albatta bu videolarni qilib boraman. Bu challenge sizlar ham qatnashinglar. Bekorga uyushtirmadim. Bu o'sha vaznimizni tashlashimiz uchun. Endi vazn tashlashga video qilmaganman deb gapni boshladim. Nega qilmaganman? Chunki vazn tashlash bu bittagina mana shu modal almashinuvga yoki bittagina shu ozdiruvchi giyohlarga bog'liq bo'lmagani uchun, giyohlar bilan ozish qiyin bo'lgani uchun, lekin menda davolanib 10 kilogacha vez tashlaganlar bor. Bundan murakkabroq tarkib qilganman unda, albatta yashirmayman. Uni qilib beraman agar kanalda nomerim bor. Demak, hozir mening maqsadim shu giyohlarni ozish. 5 kilo vez tashlash niyatim bor. Faqat bu bilan giyoh bilan emas, sport bilan ham shug'ullanmoqchiman, harakat ham qilmoqchiman. Hamma tomonlama qani, harakat qilsa inson erishadimi? O'sha 5 kiloga erisha olmaydimi bir oyda? Deb maqsad qo'yilsa oldinga, albatta u maqsadga erishiladi deb o'ylayman. Men semirib ketganman, gormonlarim o'zgarib ketgan ayollar endi mening qo'limdan hech narsa kelmaydi deb qo'lini tushirib oladi-yu. O'shalar uchun bu video. Aslida bu hech qanaqa reklama emas. Agar reklama sifatida qarasanglar, reklama. Umuman olganda qanday ko'z bilan qarashga bog'liq. Men maqsadim o'zimni ozdirish. Menga qo'shilib ozmoqchi bo'lganlar challenge'da albatta qatnashinglar. Kim challenge'da qatnashsa, plyus belgisini kommentariyada qoldirib ketsin. Hammaga shifoy komil, hammaga sarf qomat, erkaklarga ser-savlat qomat tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.